Bu Kindle. Kitob o'qishga eng qulay qurilma. Ko'proq kitob o'qish maqsadida Kindle oldim. Natija hamyon yengillagandan boshqa hech qanday o'zgarish yo'q. Bugungi Fikrlabda to'g'ri sharoit degan yolg'on haqida gaplashamiz. Maxsus krossovkam bo'lsa, ko'proq yugurgan, marafonda qatnashgan bo'lar edim. Eng so'nggi rusumli MacBook'im bo'lsa, dasturlashni chuqurroq o'rgangan bo'lar edim. Tanish so'zlarmi? Aslida o'zini aldashning eng qulay usuli ham shu. Sizda hozir aynan shu vosita yo'q, demak, bajarmaslik uchun asos bor. Lekin aslida internet yoki zamonaviy texnologiyalar bo'lmagan davrda ham buyuk daholar chiqishgan. O'sha daholar katta ixtirolarni qilishgan. Misol qilib, o'tgan davrning futbol qirollaridan Peleni olaylik. Yirtiq keta, lattadan qilingan to'pdan boshlangan sayohat 3 ta jahon chempionati kubogi bilan yakunlangan. Pele bilan bizning farqimiz nimada? Ular bor sharoitdan to'g'ri foydalanib natijaga erishgan. Bizchi? Biz sharoitni, vositani orqasidan quvib, ancha-muncha vaqtimizni zoya ketkazyapmiz. Agar mavjud imkoniyatlardan foydalanib boshlay olmasak, eng zo'r sharoitlar yaratilganda ham baribir nimadir bahona topamiz. Aslida muammo Kindle'da emas. Kindle'im bo'lganda ko'proq kitob o'qiyman degan o'zimizda.